3-iyun kuni keluvdik. Kursimiz boshlanuvdi. Mana bugun 11-iyun. Bir hafta bo'ldi. Mana shu bir haftani ichida siz qanday natija topdingiz? Kelganingizda nima kasalliklar bilan kelganingiz, iltimos shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Shu grija. Grija umurtqa pog'onada. Bu beldami yo Shu belda. belda grija bo'lgan. Grija bilan nima davolanganmidingiz? Davolanganman. Hamma hunarni qilganmiz. Vodiylarga qon ham oldirganman, massajlar qildirganman. Necha yil bezovta qilgansizda? Ancha yildan beri eslolmayman, anchadan beri. 5-10 yil bormi? Bor. Xo'p. Nima bo'ldi? Bel og'riq to'xtadimi, yo'qoldimi? Mana bir haftaning ichida nima bo'ldi? Bir haftaning ichida yo'q, sezilgan yo'q, yaxshi. Yo'q bo'lib qoldimi? Ha, yaxshi o'zimni his qildim. Uni qilganligim yaxshi. 3-kundan. 3-kunda. Yana nima bor edi grijadan tashqari? Qon bosimi. Qon bosimi nechaga ko'tarildi? 3 turardi? 3 turardim. Qon bosimi bilan 3 turaman. Hozir endi necha yildan beri? Ancha yildan beri. Nechaga ko'tarilardi? Kecha bu yerga kelishimdan 3-4 kun oldin o'sha 180-200 ga chiqib ketgandi. 200 ga chiqib ketgandi. Doktorga borib, o'qib kelgandim-da, shu. Mana shu bir haftaning ichida yana ko'tarildimi? Umuman dori ham ichganim yo'q. Ko'tarilmayaptimi? Ko'tarilgani yo'q, bosh og'riq yo'q. Shu boshim boshingiz ham og'rirmidi? orqaga tortib og'riydi. Qon bosim oshganda. Qon bosim oshganda, shu cherepda ham bo'lardi-da. Sizda qon bosim yo'q. Yo'q, hozir yo'q. Xudo xolasa bundan buyog'i bo'lmaydi. Chunki o'zi siz sabablarini topdingiz. Yana nima muammo bor edi sizda? Ana tazda, tizzada yemirilish deb travmatologiyada yotib davolanib chiqqanman. 6 oy bo'ldimi? Endi 2 marta yog' quydirganman tizzamga. Qaysi o'ngimi chapimi? Chapiga. Endi 3-siga bor deganda keyin bu tomonga keldim-da, bormadim. O'sha 6 millionga quydirardim. Chiqar borganimda. Hozir o'sha oyoqlaringizda og'riq bormi? Og'riq yo'q. Bunday sakralasizmi? Mansabda sakraydi. Bitta sakraydi. Sakraydi. Mashq qilyapmiz. Hech narsa bo'lmadi. Yo'q. Ko'chalardan bemalol uylarga borib kelibsiz. Mana metrolarda qancha пересадкалар qilib, metroda kelib ketyapmiz. Malades. Yana nima bor edi? Qabziyat. Qanchadan beri necha yil bo'lgan edi ich qotishga? O'sha bolalar tug'ilgan paytda bo'lardi. Taxminan 5 yilmi, 10 yilmi? Shunaqa. Shundan beri ich qotarmidi. O'shanaqa bor edi-da. Har zamonda qotib. Hozir ravon yurishyaptimi? Yaxshi. Malades. Yana nima bor edi? Keyin shu o'zim ko'p narsaga asabiylashib, ushqoqligim tutib qolardi. Ko'p narsaga asabiylashib ketardim. Yo'q, hozir aytyapman-ku, yaxshi. Asablar tinch. O'sha siz aytganlek sherdagi halovat bor. Qalbim toza-da. Ichim toza. Birovdan norozi emasman. Qanday bir kayfiyat, xuddi bir aliqib umraga borgandagi bo'ladi, umrada hech narsani o'ylamaysiz. O'sha holatni kechagina aytdim-ku, xuddi o'sha holat bor o'zimda ichimda. Ichingiz tinch bo'lib qoldimi? Tinch. Xavotir yo'q-da. Uni qilish yo'q. Tinch. Uydagilar nima deyishyapti? Uydagilar yaxshi, o'sha yaxshi bo'lganimga ular ham xursand, ularning bosh og'riq bo'lmayapman ularga. Ham ishimni qilib kelyapman. Hozir men doim aytganman, miyani quvvati kamayib qolsa, miya o'z vazifasini bajara olmasligi oqibatida suyak ham yemirilishi mumkin, ichak ham yaxshi ishlamasligi mumkin, qon bosimi ham yaxshi to'yis me'yorida bo'lmasdan o'zgarib turadi deb shu gaplarni aytganman. Miyangizni quvvati oshganini sezyapsizmi? Sezyapman. Uyqu yaxshimidi? Uyqu yaxshi. Oldin ham o'zi uxlardim-ku, hozir yaxshi, tinch. Unaqa, masalan, boshingiz og'rimasa, asabingiz chiqmasa, boramiz, ishimizni qilib uxlaymiz. Uyqu yaxshi, joy-joyiga tushganda. Soppa-sop bo'lib qoldingizmi? Xudo xolasa, soppa-sop. 17 yoshli, 16 yoshli Maryam vujudingiz ichida yashayaptimi hozir? Bor.